Andijondan Qirg'izistonning Issiqko'liga sayohatimiz 3-kunini o'z nihoyasiga yetkazmasak bo'lmaydi. Chunki juda ham qorong'i bo'lib ketdi. Hech kim yo'q atrofda. Xudo xolisi bitta mashina to'xtatmasam, to'g'risi jonimni ham qiynab yordim. Aka, olib keting, iltimos. Aka, olib keting, iltimos. Aka, olib keting, iltimos, aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Aka, men o'zim Andijondanman. Issiqko'lga sayohatga chiqdim. Aka, bu yerlarda nima uylar qaylimi olsam videoga aka? Ashunga bir malol kelmasa bir yo'lgacha olib keta olasizmi aka? Bir masjidgacha o'rmi? Pireval tugamayapti aka Qirg'izistonda aka. Ayoqlarimdan ancha olib keting, iltimos ekan. O'zim yaqin o'rtada masjid bormi yo'qmi? Yo'qmi? Video olsam maylimi aka? Bo'ladi. Hali o'zim kontent yurgizib ketaman-da.